Assalomu alaykum. Kitob o'qish munbiri Avlodlar to'rbetiga xush keldingiz. Mening ismim Nuriya Rahman. Bugun men sizga Yalqin Ro'zining Loyqal'aning siri nomli maqola obzorlar to'plamiga kirgizilgan asar Ko'sallik mashhur Song'un Qo'shuxonni o'qib beraman. Ko'rib turibotganinglardek bugunmi taqdi bo'lib qoldim. Munbirimizga tunji qadam qo'yganlar uchun eskartib qo'ydim. Men Shveysariyada turaman. Men turibotgan hozirgi bu yer Shveysariyaning Valey degan rayoniga qaraydigan Verkoren tog'liq kenti. Ma'qul amsa, men asarni o'qay, siz chiroyli manzillardan, qizim ishlagan bu muzikadan bahra og'ash maqolni anglang. Ko'sallik mashhur Song'un Qo'shuxon. Yaponiyalik olim Maijima Shinji tarafidan Ipak yo'lidagi kishini eng jalb qiladigan shahar deb ta'riflangan Kucha shahriga 2009-yil 6-oyda leksiya so'zlash munosabati bilan kelib, bir necha kun turishga muyassar bo'ldim. Qadimda Kusan deb atalgan Kucha diyori madaniyat tarixi uzoq, madaniyat meroslari mo'l, Ipak yo'lidagi ta'siri cho'ng shahar bo'lg'achqa, yaqinqi bir asrdan buyon borgan sari jahonga to'nilib, jungo va chet ellik kusanshunoslar, sayohatchilar oyig'i uzilmay kelib ketib turadigan joy bo'lib qolgan edi. Men kusanshunos yoki sayohatchi bo'lmasammi, vatanga bag'ri qonmaydigan bir qalamkash bo'lish sifatim bilan bu qadimiy tuproqning quchug'iga o'tdek ishtiyoqim bilan oyoq bosdim. Bu mening Kuchaga tunji qitim kelishim bo'lmasimi? Ammo qizg'inliqim tunji qitim kelayotgan chog'dagidekla yuqori edi. Albatta, bu vatanga bo'lgan ixlosman qalbning harorati edi. Safardoshlarim professor Abduqodir Jaloliddin, jamiyatshunos Zulfiqar Barat, yozuvchi Anbar Toshtemir, korxonachi Abdulla Erponlar edi. Biz Kucha noyilik madaniyat tantarbiya idorasining taklifi bilan Kuchadagi madaniyat xizmatchilariga leksiya so'zlashga taklif qilingan edik. Men 2004-yil Kuchadagi o'qituvchilarga dars islohotining ideyasi va dars islohotida o'zgaradigan nishonlar haqida leksiya so'zlash munosabati bilan kelgandan buyon tunji qitim kelishim edi. Arada 5-6 yil o'tgachga Kuchani seg'inib qolgan edim. Kucha o'zimi mehri issiq yurt. Bo'libmi tarixdagi Kucha, Kusan texmi jalbkor makon. Uning shuhrati talay odamlarni hayajonga solgan. Yaponiya Chuangjia ilmiy jamiyatining boshlig'i, Budda dini mutafakkiri Chintian Dazu apandi bir qitim dunyoga mashhur angliyalik tarixshunos Toynbee apandidan Mubada insonlar qayta turiladigan ish bo'lsa, siz qaysi joyda turilishni xohlaysiz deb so'raganda, Toynbee apandi birdan turib olib, men 2000 yil burunqi Shinjongdagi ko'p xil madaniyat to'plangan Kusan rayonida tug'ilishni xohlayman deb javob bergan ekan. Chitian Dazu bilan Toynbee 20-asrning keyingi yerimida o'tgan xalqaroliq ta'sirga ega olimlardir. Qadimki Kusan zamonasida dunyoviy madaniyatlik shahar bo'lib shuhrat qozonmagan bo'lsa, bugungi kunda hargizmi undaq jalbkor makon bo'lolmagan bo'ladi. Albatta, Kusanning shuhratini jahonga yoyganlar boshqalar bo'lmasdan, balki hozirgi kuchaliklarning farosatlik ajdodlaridir. Olim Abdushukur Muhammad Imin Kusan madaniyatining tarixiy qimmati nomli maqolasida qadimki kusanliklar chevar va aqlliq edi. Ular bir qo'lida ma'arifni, bir qo'lida xalqaro sodini ching tutib, bu ikki qanot bilan Uyg'ur madaniyat tarixidagi oltin so'miriqqa aylangan va Ipak yo'lida uzoq yillar parvoz qilgan. Ular ma'arifsiz boyliqning ofatligini, boyliqsiz ma'arifning kulfatligini tushunmaydigan xomushlardan emas edi,
deb ko'salliklarning dunyoviy utqini nazariya jihatdan ixcham yakunlagan. Sehriy kuchga boy bundaq makonni ko'rish va tushunish fursati albatta mendek bir qalamkashni hayajonga solmay qolmaydi. Men asli kuchada turgan bir necha kundagi ta'sirotlarimni to'liq yozib chiqishni xiyol qilgan edim. Chunki qadimgi zamonda madaniyat tarqatquchi sifatida tarix sahnasida javlon qilgan Kusan bilan bugungi zamonda madaniyat qabul qilg'uchi sifatida rayish qiyofatda turayotgan kucha haqida o'ylagan o'ylarim xeyli bor edi. Lekin bir mo'ysipet kitobxonning parang orliqida menga degan gapi kucha haqidagi yiziqchilik planimni o'zgartib etdi. Kuchadagi kunlarning birida yeshi 60 yoshlardan halqagan kitob o'qishga to'limi herisman bir mo'ysipet ma'rifchi menga mundaq bir talabni aytdi. Yalqin apandi, men o'tgan yili sizning Xinjiang madaniyati jurnalida e'lon qilingan Loyqal'aning siri nomli maqolangizni o'qib, Kusanlik mashhur Sanxun Qo'shuxonga qiziqib qoldim. Imkoniyat bo'lsa, Qo'shuxon haqida mukammalroq bir ma'lumot bergan bo'lsangiz. Men bu mo'ysipet ma'rifchining talabi bilan bu qitim Qo'shuxonga oid to'plagan materiallarim asosida mukammalroq ma'lumot berib qo'yishning zaruriyatini tonib yetib, kuchadan qaytib kelibla qo'limga qalam elib bu maqolani yozib chiqdim. Men bu maqolani tadqiqot maqolasi deyishdan ko'ra Qo'shuxon haqidagi ma'lumot deyishni muvofiq ko'raman. O'qirmanlarning tuzitishi va to'liqlashi Qo'shuxon haqidagi ma'lumotlarni texmi mo'llashtirib, u to'g'risidagi tadqiqotni cho'nqurlashtirganligiga ishonaman. Men Qo'shuxon to'g'riliq eng dastlabki uchurni olim Abdushukur Muhammad Eminning 1980-yili Xinjiang xalq nashriyati tarafidan nashr qilingan Xinjiangning tong davridagi naqsh usul san'ati degan kitobida ko'rgan edim. Olim kitobida Tang sulolasi zamonasida o'tgan Yuan Jin ismli shoirning G'arbiy Liang o'yinlari degan she'rini misol keltirgan edi. U she'r mundaq edi. Qo'shuxon ochdi bugun isil ziyofat dasturxon, nozu ne'mat may sharob tugal tayyor aylabon. Oldida o'ynab turar bas-basda 100 turlik o'yin, qilishvozlari taqlishar pirqirg'an qarsimon. Shir o'ynaydi irg'anlab quyruqini yaltiratib, taqlimi usulchi g'ozlar o'ynar avrishim har yon. Bu she'rdan Qo'shuxonning mijoz xarakterini va orzu havaslarini ma'lum darajada tushunib olg'ilay. Shundaqla obro'y inovatini his qilg'ili bo'ladi. Qo'shuxon degan ism yana Abdushukur Muhammad Eminning Xinjiang Universiteti ilmiy jurnalining 1989-yillik 4-sonida e'lon qilingan Sharqiy Tangratog' etigida qadimki madaniyat izlarini tekshirishdan doklad nomli maqolasida uchraydi. Olim qadimki G'uz, Hun va Turk qabilalarining shimoliy qumliqdan g'arbiy diyorga o'tishdiki yayloq yo'li bo'lgan Borgulda tekshirishda bo'lganda tarixiy tuyg'ulari o'rkashlab, she'riy hayajonga cho'milib, mundaq nazm bitgan. Tangratog', Taskaytog' bir tizmi tog'dir aslida. Cho'pki munbat yo'l edi Batur O'g'izning nasliga. Bo'rikölning bo'yida o'sgan yetim uysun o'g'il, Batsi to'ra Qo'shuxon surgan zamon o'z faslida. Jungo tarixida shoirlarning Qo'shuxonni tilga elib nazm tutishi Tang sulolasi davri bilan cheklangan emas. 1932-yili shoir Wei Hanjang klassiklarning asarlari asosida yozib chiqqan Putmas alam degan dostondimi Qo'shuxon
tilga elingan. Shu yili kompozitor Huang Zi 1904 yil tug'ilib, 38 yil vafot bo'lgan. Bu dastonga asosan yezib chiqqan 10 bobliq oratoriyo 20-asr Jungo muzik tarixidagi vakil xarakterlik asar bo'lib qolgan. Bu oratoriyodagi Katti Tungwan qovuqi hash-bash degichi qo'ldin, to'polonchilar haybatidan cho'chib ketdi qo'shuxon. Istutakka to'ldi atrof, to'zlarda o't yelinjar, ketgaymi deb chang'an qo'ldin, ko'ngillarda jiq gumon. degan misralardan qo'shuxonning Tang sulolasi hokimiyatining mavjudligi yoki holatiga hal qilg'ush ta'sir ko'rsatadigan harbiy qo'mondon ekanligini his qilg'ili bo'ladi. Qisqasi, qo'shuxon Jungo tarixidagi ta'siri zo'r, mashhur sarkarda ekanligini adabiyot san'at asarlaridagi mush uchurlardanmi aniq to'g'ri olg'ili bo'ladi. Shunga kusanlik bu buyuk Sang'unning tarixiy faoliyatini bilib olish intayin muhim ish. Qo'shuxon Tang sulolasining to'kisi zo'r mashhur sarkardasi, harbiy olim. Uning qachon tug'ilganligi aniq emas, ammo Kusanda tug'ilganligi aniq. Uning otasi Qo'shu qabilasining boshlig'i, Anshi bosh tutuq mahkamasining yondosh tutuqbegi bo'lgan. Anasi Vayjira xonim Udun xonining malikasi. Turklarning odati bo'yicha u qabilasining nomi bilan Qo'shuxon deb atalgan. Qo'shuxon yosh chog'larda o'yin tomoshaga amroq, aroq-sharobga herisman, qimor o'ynashga xushtor, bangbosh begzod edi. Ammo mardona va'dasida mahkam turadigan esil xislatlari bilan kishilar orasida obro'y, inovatlik edi. Qo'shuxonning ota bovisi g'arbiy turklarning mashhur oqsoqollari bo'lib, Anshi deb atalgan Kusan diyorida uzoqdan beri o'ltiraqliq edi. O'ltiraqliq edi. Ba'zi gaplarni maqsad tas bo'ldi ekan. Xo'sh. Bayashatliq, bangboshliq ichida erki o'sib yetilgan Qo'shuxon yoshlik mazgilini bekor o'tkazib o'tgan. U 40 yoshga qadam qo'yganda otasi Chang'anda olamdan o'tgan. Tang sulolasining qoida yosoni bo'yicha u Chang'anga berib 3 yil motam tutgan. U kunlarni bekor talablik bilan o'tkazganligi uchun Chang'anning amaldori uni ko'zga ilmay muomala qilgan. Bu ish Qo'shuxonning g'ururiga tekkan. Tomirida yayloq millatlarning qini iqib turgan, tug'ma harbiy xarakterga ega Qo'shuxon biror xizmat ko'rsatib o'zini to'ntib qo'yish irodasiga kelib, Xoshiga berib harbiy bo'lishni o'ylagan. Qo'shuxon garchi yoshligini kayib safa ichida o'tkazgan bo'lsa-mu, ammo u kitob o'qishga amroq bo'lg'achqa Zu Chiuming tafsiri, Xannama qatorliq kitoblarni bak pishiq o'qigan. Shunga ishning yo'lini bilatdi. Otasining to'nishlarining yordami bilan Xoshidagi Liangzhouning hiravuli Wang Chuining qo'l ostida xizmat qilgan. 742-yili 12-oyda Wang Chui qo'shin boshlab Xinjiang, ya'ni hozirgi Qinghayning Minyuan degan yerini ishg'ol qilgandan keyin bu yerni Qo'shuxonning boshqarishiga topshirgan. Qo'shuxon tug'ma harbiy safoga ega ham o'zimi bahodir azamat bo'lg'achqa qo'shinni qattiq boshqargan. Qo'shinda uning haybasidan cho'chimaydigan birarsi yo'q edi. Shunga uning nomi bara-bara to'nilishga boshlagan. 746-yili 5-da Wang Chungsi Liangzhouning hiravulligini qo'shimcha ustiga olgan. Uzoq o'tmayla Qo'shuxonni harbiy do'rg'iliqqa o'stirgan. Qo'shuxon mardona, do'stlikqa sadoqatman odam bo'lg'achqa askarlarning himoyasiga erishgan. 747-yili Wang Chungsi Qo'shuxonning harbiy martabasini yana o'stirgan. Shuning bilan birga
Xitoy millatidan kelib chiqqan Liu Guangbi bilan ikkisini tibetlarga taqobil turishga buyurgan. Tang sulolasining millatlar siyosati xeyli yaxshi bo'lg'ashqa, ma'muriy amaldorlar, bo'libmi harbiy amaldorlar ichida turli millatlardan kelib chiqqan qobiliyatli sarkardalar ko'p bo'lgan. Xos milliy qo'shinlarning soni nihoyat ko'p bo'lgan. Qo'shuxonmi mana shundaq afzal siyosiy muhitda qobiliyatiga yarasha qadrlanishga erishgan. U shu yili so'l qo'l yondosh kaptavullikqa o'stirilgan. Ayni chaqda Tang sulolasining qo'shinlari ichida Uyg'ur xonligi bilan Tubut xonligi nihoyat kuchli edi. Sho'xirti jahonni bir olgan Uyg'ur xonligi bu chaqda texi yangidan qurilgan. Tibetlar bo'lsa Tang sulolasi bilan bo'lgan chegara rayonlarda parakandichilik qilib turadi. Ularning harakati chabdas, jangovarligi kuchli bo'lg'ashqa Tang sulolasi uchun boshqa turadigan raqib hisoblanadi. Qo'shuxon bir qitim qo'shinni boshlab Qinxaydagi Kuba ko'li bo'yida ular bilan jang qilgan. Jangda tibetlar 3 bo'lakka bo'linib, orqa-orqadan hujumga o'tgan. Jang to'liq dahshatli bo'lgan. Jangda qo'shuxonning naysisining sepi sunib ketgan bo'lsa-mu, u yerim naysi bilan davomli jang qilgan. Udul kelgidini yer tishlatgan. U jasurlik bilan jang qilib 3 bo'lak Tibet qo'shinini mag'lub qilgan. Bu jangdan keyin uning donqi jahonga purkatgan ham Xeyan, ya'ni hozirgi Qinxayning markazi Xining shahrining harbiy amaldorligiga tayinlangan. Tibetlar har yili degidek bug'doy pishgan mazgilda zo'r qo'shin avatib Tang qo'shinining Shishujin, ya'ni hozirgi Qinxayning Guide degan yeridagi bug'doyliqlarga kelib bulang-talang qiladi. Tibetlarning kuchi zo'r, jang qilishga mahir bo'lganligidan Tang qo'shini sarkarlaridan ularga taqobil turadigan birarsi chiqib baxmagan edi. Shunga Tibetlar ko'ranglab bu yerni Tibetlarning bug'doyligi deyishib olgan edi. Qo'shuxon Xeyanning harbiy amaldori bo'lgandan keyin bu xil nachar ahvolni o'zgartirishga iroda bog'lagan. U qo'l ostidagi Wang Nandi, Yang Qinxay qatorliq sarkarlarni qo'shin boshlab sharqiy janubdagi jilg'iga bo'ktirma qilishga buyurgan. Dal shu oyda Tibetlar 5000 kishilik otliq qo'shin bilan ochliq bo'lg'ili kelgan. Ilgari ular ochliq bo'lganda Tang qo'shini shaharga mo'kinib elib, jang qilishga petnolmaydigan bo'lg'ashqa, Tibetlar sobitlarini yeshib etib, otlarini qo'yib etib, bahramon ochliq yig'ib. Bu qitimmi dal shundoq qilgan. Mushundaq ahvolda Qo'shuxon shahardan tuyuqsiz qo'shin tartib chiqqan. Tibetlar tayyorliksiz bo'lganligi uchun tan kelolmay alman-talman qochgan. Ular qechib sharqiy janubiy jilg'iga kelganda bo'ktirma qo'shin taraf-tarafdan qopsab kelib, Tibetlarni pak-pakiz qirib tashlagan. Bu jangdan keyin Tibetlar ochliq bo'lash odatini tashlagan. Tibetlar bilan ko'p jang qilib, sho'hrati jahonni bir olgan Qo'shuxonning haybisi va to'hpisi fuqarolarning qalbidan cho'nqur o'rin olgan. Shu chaqda ismi noma'lum bir shoir Qo'shuxon to'g'riliq mundaq bir ko'plik she'r yozgan. Chaqnar shimol osmonida ukar yulduz, qilich esib turar bunda Qo'shuxon o'zi. Tibetlar yayloqdan yo kechalmay, petinib Lintavdan hech o'talmaydi. Mayad bir rasmni ko'rdinglarmi? Siz bu rasmni mana Qo'shuxon. Bu she'r ta hozirga qadar tarqalib kelgan. Qing sulolasi davridagi Xingtang Tuishi tanlab tuzgan Tang she'rlaridan 300 parchaga kirgizilgan. Bu she'rning mazmuni Longyu atrofidagi avom xalqning Qo'shuxonga bo'lgan ishonchi va madisini aks ettiradi. Haqiqatanmi Qo'shuxon
tübütlərə qaqşatquş zərbi berib, ular bilan bo'lgan chegara to'qinishida ustunlik qazanib, mayli o'rda ahli, mayli harbiy qo'shin, mayli avam puhra orasida bo'lsin, qizg'in ta'riflanadigan donliq songun bo'lib qolgan. Tübütlərmi sal chog'lig'i bo'lmaydigan bu raqibga astoydil muomala qilishga boshlagan. Materiallarda yozilishicha, Qo'shuxon nayzivozlikqa bak mahir ekan. Uning 15-16 yoshlardagi bir xos xizmatkori bo'lib, kuch-tungurligi bilan to'nilgan ekan. Bu ikkisi jang maydonida bak moslashadi ekan. Qo'shuxon har qitimda dushmanni qo'g'lab, naysi yetgudak orliq qolganda, naysini jon jahli bilan qechayotgan dushmanning mo'rsiga qo'yib, qattiq varqiraydi ekan. Jon peni chiqqan dushman orqasiga shunda qarshig'ila Qo'shuxon naysi bilan uning inikidan elib, birlik kuchab ot ustidan tikmollaq otqizdi ekan. Qo'shuxonga agishib ot choptirib kelayotgan xizmatkori otdan o'qdak etilib tushib, shartli qilib dushmanning beshini kesib oladi ekan. Bu ikkisining bundoq moslashib jang qilishi odatga aylangan ekan. Qo'shuxonning shirdak hurkirab jang qiladigan odati bir qitim uning jinini qutuldirib qolgan ekan. Bir qitimliq jangda Qo'shuxon dushmanni qo'g'lab ketayotganda eti urkib ketib, patqoqqa betib qolgan. Bu chaqda tübütlərning 3 sarkardasi uni o'ltirmoqchi bo'lib, ot choptirib kelgan. Qo'shuxon qattiq bir baqirib, ularni mangdatib qo'ygan. Shu orada yordamchi qo'shin kelib, ularni o'ltirgan. 747-yili vazir Yang Gujung cho'ng huquq tutgan Wang Zhongsining o'ziga tahdid shakllantirishidan ansirab, biraylarni xonga Wang Zhongsiga tuhmat qilishga xufiyani avatgan. Tang Xuanzong bu tuhmatga ishinib, Wang Zhongsining amalini elib, quroliq darsiga tushirib atgan. Keyin podshoh Tang Xuanzong Qo'shuxonni qabul qilib, uningga Xungli begi, ya'ni maxsus osonliq millat ishlarini boshqaradigan amalnomi bo'lib, darajasi hozirgi davlat millatlar ishlari komitetining mudirligiga barobar degan amalni bergan. Ham uningga yana Wang Zhongsining xo'shidagi huquqini o'tkazib bergan. Ammo Qo'shuxon xonning oldida Wang Zhongsini butun kuchi bilan oqlagan. Tang Xuanzong uning gapini anglamay, shohliq kursida turib, kayni o'rdaga qarab mang'an. Qo'shuxon xonga daxl taruz qilish jinoyati o'tkazib qo'yish xavfiga qaramay, xonning kaynidan qo'g'lishib mengib, to'xtamay o'tingan. Podshoh uning mardonlik bilan qilgan bayonlaridan ta'sirlanib, Wang Zhongsiga berilgan jazoni yenikletib, uni Xanyangning valiyligiga tayinlagan. O'rdadagi vazirlarning hammasi Qo'shuxonning sadoqatmanligiga ofirin aytishgan. Wang Zhongsining o'rniga tayinlangan Qo'shuxon hozirgi Gansu o'lkasidagi Liu Panshanning g'arbidan Huanghening sharqidagi ko'p joylarga huquq o'tadigan ma'muriy amaldor bo'lgan. U bu joylarni boshqarishni ustiga olgandan keyin harbiy ishlarni tartibga solib qolmay, maliyani tartibga solish, fuqarolarning dardiga darmon bo'lish, qatnash, bosh ishlarni o'rdining belgilamasiga loyiqlashtirish jihatda nurg'un yaxshi ishlarni qilgan. 748-yili tübütlər bugungi Qinghai o'lkasiga hujum qilib, bir qism joylarni tortib olgan hamda davomliq ishkirlab jiddiy hujum qo'zg'agan. Mushundaq jiddiy paytda Qo'shuxon podshoh Tang Xuanzongning o'rinlashtirishi bilan 20 ming kishilik qo'shinni boshlab Qinghaiga berib, tübüt qo'shinlariga qattiq zarba bergan. Ham ularni Qinghaidan qo'g'lab chiqargan. Uzoqni ko'zlagan Qo'shuxon Köknur ko'lida Xianwei qo'rg'onini qurgan. Lekin bu qo'rg'on tübütlarning bir qitimliq tuyuqsiz hujumida ishg'ol qilingan. Shuning bilan Qo'shuxon qayta jang qilib, bu qo'rg'onni qaytarib olgan ham Köknur ko'lidagi Longzhou oralida Yinglong qo'rg'onini qurgan. Yinglong qo'rg'oni bilan Xianwei qo'rg'oni bir-biriga moslashib mudofaa qilgan. Shuningdan keyin tübütlar yiqilishga petin olmagan.
Tübüt qo'shoni Tang qo'shoni bilan ro'bro turalaydigan o'rnini saqlab qelish uchun Shibao, ya'ni Toshqo'rg'on qo'rg'oniga chekinib berib, qo'g'dinib turgan. Tang qo'shinlari turgan yerdan bu qo'rg'on bar yergacha bo'lgan oraliq jiroq. Yo'l xatarlik bo'lgani uchun ko'p qitim hujum qilingan bo'lsa-mu, önemi bo'lmagan. 749-yili Qo'shuxonning harbiy ishlardagi talantiga qoyil bo'lgan Tang Xuanzong Huanghening sharqidagi osonliq millatlardan tashkil topgan 100 ming kishilik qo'shinni Qo'shuxonning qo'mondonligiga o'tkazib bergan. Shuning bilan Qo'shuxon 10 kun o'tmayla Shibao qo'rg'onini ishg'ol qilgan. Podshoh uning bu to'kpisini tortiqlash uchun Qo'shuxonni yana o'stirib, yangi amal bergan. 752-yilga kelganda uning mansibi yana o'stirilgan. Bu qitimqi amalning darajasi yuqori bo'lib, bundaq amal xonlik tavasidagi faqat 3 kishiga beriladigan, o'z oldiga organ ta'sis qilish imtiyozi bor amal edi. Nima sababdan Qo'shuxon bilan Tang sulolasining turklardan kelib chiqqan yana biri donliq sarkardasi O'nglik bir yerga kelsila g'ijirishib qoladi ekan. Ularning mijozi faqat kelishmaydi ekan. O'nglik hozirgi Beijing, Hebei, Liaoning qatorliq joylarning oliy qo'mondoni ekan. Tang Xuanzong bu ikkisini davlatning turiklari deb qarab, doim ularga og'a ini bo'lib qelinglar deb nasihat qiladi ekan. 752-yili bir ish bilan bu ikkisi tangla o'rdaga kelib qolgan. Podshoh haram og'isi Gavlishini xonning kuy o'g'li Suy Xuytungning sarayidagi Ravaqda ziyofat tayyorlab, bu ikkilarni kutib olib, aplashtirib qo'yishga buyurgan. Og'zi itdik O'nglik yoshda Qo'shuxondan kichik bo'lg'achqa, uningga yaqinchilik qilish maqsadida sizning otingiz turk, onangiz o'g'uz, mening dadam g'uz, onam turk. Mushundaq bo'lgandan yaqin o'tsak bo'ladi degan. Qo'shuxon bu chaqda gapni udullik qilmay, qadimkilar tulka o'z iniga qarab ursa qo'tir bo'lar deb aytgan. Albatta, bundaq qilish asl vaslini unutib qolganlikdir degan. Qo'shuxonning bu so'zni xato tushunib qolgan chus mijozlik O'nglik Qo'shuxon meni haqoratlayotdi deb tushunib, "Ey turkning chuprandisi, nimancha o'zingni bilmaysan?" deb tilga solgan. Qo'shuxon javob qaytarmoqchi bo'lganda, Gavlishi alman-talman ularni to'sib olgan. 753-yili Qo'shuxon lashkar tortib, Qinhaydagi aslida Tang sulolasiga tava bir qism joylarni qaytarib olgan. Ham tübitlarning sharqqa qo'shin tortishidagi orqa sap ba'zilarini tortib olib, ularga ajallik zarba bergan. U qaytarib olingan keng zamonlarda Tangyang va Zhaohedan iborat 2 oymoq ta'sis qilib, Vanshu qo'shoni va Shensi qo'shoni, ya'ni xislatlik qo'shoni degan ma'noda degan 2 qo'shinni qurgan. Shensi qo'shonining qurilishi Jungoning tarixiy taraqqiyotida muhim rol o'ynagan. Bu qo'shin keyingi kunlarda o'rda muhofizatchi qo'shonining asosi bo'lgan, ham bara-bara kuchayib, markazning bevosita kontrolligidagi asosiy qismga aylangan. Bu qo'shin harakatchan, jangovar, sadoqatmand bo'lishdek xislatlar bilan to'nilgan. (753-yili Tang Xuanzong Qo'shuxonni Xoshi qo'riqchi begi qilib rasmiy tayinlagan. Keyin yana tinchitquchi, inonchi xonligiga o'stirgan. Shu kunlarda bosh vazir Yang Gujungning o'ngligi bo'lgan o'shmanligi rosa kuchaygan. U Qo'shuxonning amalini o'stirish orqali o'nglikni jil qilmoqchi va uningga taqobil turmoqchi bo'lgan. Shunga
padişahdan Qo'shuxonni o'stirishni o'tingan. 754-yili padişah Qo'shuxonning amalini bosh taftish begligiga o'stirgan. Bu amaliyotda vazir darajalik amal edi. Kutmaganda May sharobga amra Qo'shuxon bu qitim lashkarlarni ko'zdan kechirgili borganda sharobdan zaharlanganligi sababidan hammomda yuyinib etib hushidan ketgan. Boshqalar xabarsiz qolg'achqa xeyligacha so'qib qolgan. Shu so'g'uq tekkancha Qo'shuxonning bo'g'im yallig'i ig'irlab, mangolmaydigan darajaga tushib qolgan. Amalsizlikdan u Chang'anga qaytib, o'z qasrida kesilini davolatib, talatuzga chiqmay yotgan. Yangujongning xilma-xil usul bilan zarba beriverishiga chidamay, savr qochisi toshqan o'nglik 755-yili 155 ming kishilik qo'shinni boshlab, Yangujongga jazo yurishi qilish sho'arini tovlab, Chang'anga qarab yurish qilgan. Tang Xuanzong uningga to'sib zarba berish uchun Koreyan millatidan bo'lgan dangliq sarkarda Gao Shanji bilan sarkarda Xing Changqingning orqa-orqadan avatgan. Ular o'nglik qo'shini tarafidan fojialik mag'lub qilingan. G'azablangan podshoh bu ikki song'unning kallasini olgan. O'nglikning qo'shini 700 kilometrlik musofani 34 kunda besib, Huanghedan chaqmaqdek tezlikda o'tib, sharqiy Ostona Loyangni ishg'ol qilgan. Tang sulolasining poytaxti Chang'an xavfda qolgan. Ordining ichi teshi vahimiga cho'mgan. Birdan bir amal Sanshi, Shanshi va Xonanning muhim o'tkili bo'lgan Tungguanni mahkam saqlash bo'lib qolgan. Tungguan o'tkili qo'ldan ketsa, Chang'anning qo'ldan ketmigi birdamlik edi. Padişah Tang Xuanzong Tang sulolasi hokimiyati mislisiz xavfda qolgan mushunda qalqiliq paytda boshlarini sangilatganicha chorsiz qolgan sarkarda song'ullarga qarab bak umidsizlangan. Tungguanni zodi kim mustahkam saqlab tura oladi degan masala uni qattiq qiynagan. Oxir u umidini Chang'andagi qasrda kesin davoltiyotgan tinchitquchi inonchi xon Qo'shuxonga bog'lagan. Qo'shuxon padişahning talabini o'rinlashga va'da bergan. U padişahga biz 200 ming kishilik qo'shin bilan Tungguan o'tkilini saqlab turishimiz kerak. Jang qilsak, dushman qo'shini ustun kelishi tabiiy. Ular ko'p jang qilib, uzuksiz g'alaba qilib, jangovarlikka eshib ketdi. Bizning qo'shinimiz xelidan beri jang qilib boqmadi. Ammo bir o'rinda turib mudofaa ko'rish jihatda ustunlikka ega. Biz bir mezgil mudofaada turib olsak, o'nglik qo'shinining jangovarligi bo'shib ketadi. U chaqda ularning ichki qismida ziddiyat ko'rilmay qolmaydi. Ani shu chaqda tuyuqsiz hujum qilsak, zafar quchimiz degan. Padişah uning loyihasini to'g'ri topgan. Ko'ngli ishonchga to'lgan padişah Tang Xuanzong o'zi Qingjing rabaqada Qo'shuxon uchun katta ziyofat hozirlagan. Ordadagi barliq alamdorlarning hammasiga Qo'shuxonni shahar sirtig'icha uzitib chiqishga farmon bergan. Taraf-tarafdan to'plangan 200 ming kishilik qo'shinga qo'mondan bo'lgan Qo'shuxon padişahning umidini oqlash uchun Tungguanga qarab yo'lga chiqqan. Jiddiylashib ketgan padişah Qo'shuxon Tungguanga yetib borguncha uning amalini to'xtamay o'stirib, oxirida vazirga o'pmi o'xshash amal yurgizalaydigan darajadagi yuqori mansabni bergan. Qo'shuxon Tungguanga yetib borgandan keyin bir mushaviri uningga o'nglikning to'polon ko'tarishdagi shuari Yanguchongni jazolash. Demak, u Yanguchongni yo'qotishni birdan-bir bahona qilgan. Agar biz 30 ming lashkarni Tungguanni saqlashga qo'yib, qolgan 170 ming lashkar bilan Chang'anga berib, Yanguchongni o'ltirib atsak, o'nglikning Chang'anga bostirib berishga bahonamiz qolmaydi deb maslahat bergan.
Qo'shuxon bu maslahatni to'g'ri topgan bo'lsa-mu, lekin undaq yo'l tutishni muvofiq ko'rmagan. Lekin Oyg'oqchilar bu xabarni Tanguchungga yetkazib qo'ygan. Yanguchung buni anglab dekki-dukiga tushib, xonga ma'lumot yo'llab, 10 ming kishilik qo'shin to'plab, poytaxt Chang'anning sirtida ehtiyot uchun turg'izgan. Bu qo'shinga o'zining yaqini Du Chen Yunni qo'mondon qilgan. Qo'shuxon Yanguchungning g'arizini sezib, podshohdan Du Chen Yunning qo'shinini o'zining boshqarishiga o'tkazib berishni iltimos qilgan. Xon iltimosini tasdiqlagandan keyin Qo'shuxon Du Chen Yunni maslahatlashadigan ish bor deb Tongguanga chaqirib akilib o'ldirib tashlagan. Bu ishdan keyin Yanguchungning aromi buzilib, futi ko'ygan to'qidek bo'lib ketgan. Shu kunlarda o'nglikning qo'l ostidagi nayt farosatlik sarkarda Sui Chen Chun o'zining jangovar qo'shinini yo'shirib qo'yib, bo'la bo'lmas qo'shinlarni o'z mayliga qo'yib etib, Tongguan o'tkilining sirtida tayyorliksiz holatda turgan. Yanguchung qo'shuxonni nayzini kayniga qartib sanjib qolmag'iydi deb ansirab, dushman bilan tutishtirib qo'yishga oldirab, yuqorqi ahvolni xonga ma'lum qilib, Tang Xuanzongni qo'shuxonga farmon tushirib, qo'shin tortib dushmanga hujum qilishga oldiratgan. Qo'shuxon podshohga ahvolni tushuntirib, o'nglik nurg'un janglarni peshidan o'tkazgan sarkarda turuqliq qandaqmi qo'l ostidagilarning tayyorliksiz turishiga yo'l qo'ysin. Sai Chanchunning bundaq qilishining hiyla ekanligi aniq. Biz hargiz uning qiltiqiga tushmasligimiz kerak. To'planchi qo'shin jiroqdan kelganligi uchun oziq tulik zapsi yetarsiz. Shunga tez jangga otlanib, tez oxirlashtirishni xohlaydi. Bizning qo'shinimiz texi Tongguandan chiqib baxmadi. Biz mudofiada turib olsak foydali. Ularning maqsadi tezroq jang qilish. Tez jang qilib olsa, ularga foydali. Shunga hujumga chiqmaganimiz tuzuk, degan. Lekin Yanguchung hadab xonni kishkurtib, hujumga chiqishga farmon tushirishga undagan. Uzoq zaman o'rdadagi aysh-ishratlik rahat turmushda yashab, harbiy ishlardan xabarsiz qolgan podshoh Yanguchungning gapiga ishinib, qo'shuxonga 756-yili qo'shuxon noiloj 200 ming kishilik zo'r qo'shinni boshlab hujumga o'tgan. O'nglikning qo'shini bir tarafdan urushib, bir tarafdan chekingan. Shunda qilib ular qo'shuxonning zo'r qo'shinini bir tarchuqqa aldab elib kirgan. Ham o'zlari oldi tarafdagi egizlikni egallab olgan. Qo'shuxon janub tarafda Chilianshan teg'i, shimol tarafda Huanghe daryosi. Oldidagi egizlikda dushman qo'shini to'sib turganligini ko'rib, cho'chib ketgan. Orqasiga qarab, zo'r qo'shinning hadab oldiga siljib kelayotganligini. Bundaq ahvolda chekinish buyruqi tushirishning zo'r qalaymqonchilik paydo qildiganligini pamlagan. Natijada qo'shuxon salg'u o'ltirib, daryoning o'tirsida turib jang qo'mondonlik qilishga majbur bo'lgan. Jang to'limi dahshatli bo'lgan. O'lganlarning jasadlari hamma yerni qoplab ketgan. Daryo suyi qon bilan bo'yilib ketgan. Qo'shuxonning qo'shini foydasiz ahvolda to'limi echinishliq mag'lub bo'lgan. Oxir qo'shuxon dushmanning qo'liga tushib qolgan. Asirga tushgan qo'shuxonni ko'rgan o'nglik qaqoqlab kulib turib, "Hey, takabbur qeri, bugungi kunda sen yana meni kamsitalamsan?" degan. Qo'shuxon, "Ey o'nglik, nochi bo'lsang, qani meni o'ltirgin" degan. O'nglik hiylagarlik bilan, "Yo'q, sen o'lsang bo'lmaydi. Sen qo'l ostimda ishlab, men uchun xizmat qilgin" degan. Aytilishicha, keyin qo'shuxon o'nglikning o'g'li tarafidan o'ldirib etilgan. Qo'shuxonning fojialik mag'lubiyati bilan Tang sulolasining poytaxti Chang'an hashpashtigacha qo'ldan ketgan. Podshoh boshliq barliq o'rda ahli jinini elib Sichuanga qarab qochgan. Mushundaq hal qilg'uch paytda Tang sulolasining yangi xaqoni noiloj
Orxun Uyg'ur xalqiga elchi avatib, ularning yordamini talab qilgan. Mana bu Tang sulolasidagi Türk qenidan bo'lgan Ko'sallik mashhur sarkarda Qo'shuxonning bizga ma'lum bo'lgan tarixiy tarjimali. 2009-yili 6-oyning oxiri yozildi. Ma'qulamsa, bugungi anglitishimiz mush yergacha bo'ladi. Kelar qaytimliq anglitishimizni ko'rishaylik. Aman bo'ling. Xo'sh.